man yo'q paytimda. Nima qilib o'tiribsan, ha? Saidman sen nima deb kirgizib yubordim, jon uka, Jasurni chaqirib kelgin. Dedim sen kirib o'tirganingni qara. Aka, bormasa nima qilaydi? O'zi chiqmadi-ku. Yo, Jasur sen nima unaqa qo'ysan, jon uka? 5 safardan beri choyxonaga bormayapsan. Ukajon, seni ham hurmating bor. O'rning bor, ukam. Meni ham kollektivdan qolish niyatim yo'q. Sizlar bilan o'tirgim kelyapti. Faqat Nima faqat? ozgina sharoit ham bor, aka. Jasur sharoitingni nima qilibdi, ukam? Puling bo'lmasa, biza beramiz, sendan birov pul so'rayotgan yo'q, jon uka. U oramizda bo'lgan davomimiz xolos. Siz gapirmang. Sharoit haqida mana shu kollektivdagi bolalarning ichida hech kim bilmasa ham siz bilasiz, aka. Men hozir sizlar bilan borib osh yeyman, go'sht yeyman. Ota-onam makaron yeb o'tiribdi. Tomog'imdan o'tadimi, aka? Borish qochmas borarman biron kun. Xafa bo'lmang, aka, men ishlarim ko'p.